Valentin ishlarimizni bitish jarayonlari. Bu yorimizda Xudo xolasa graflarimiz tayyor bo'lyapti. Bir qator ishlarni olib boryapmiz. Tomonimizda ko'priklarimiz bor. Valentinlarimiz pashti tayyor bo'lyapti. Bu tomonda Xudo xolasa politarindan, plastmassadan stullarimiz tayyor bo'lmoqda. Xudo xolasa bular ham ertaga tayyor bo'lib qoladi. Bu yarim ozgina ish qolgan joyi, mana tayyor bo'lgan joyi. Xudo xolasa bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zimizga qo'ldan kelgancha arzon qilib, sifatli qilib tayyorlab beramiz. Orqalari materiallar turetskiy material bo'lgan. Karkasimiz Eron karkas. Hozir bunimizdan sotuvda 12 dona bor. Kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Graflarimiz zakazga tayyor bo'lyapti. Bularimiz ham hali ancha ishi bor, lekin kачествосini ko'rib qo'yasizlar. Bunga jemshuk sepamiz, undan keyin tillodan keyin lak sepamiz. Eron karkaslarimizdan yana bularimiz ham bor. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib tayyorlab, turetskiy ishlarimiz ham bor. Tayyor bular ham tillo kraskalar sepilgan. O'chmaydi, ko'chmaydi. Turetskiy ishlarimiz ham tomonda jarayonlar bo'lyapti. Sekin hozir o'zim tayyorlayapman. Bugun juma. Hammamizga juma ayyom muborak bo'lsin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Buni ham videoni qo'yib boramiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa ertaga video tayyor bo'lganlarini syomkalarni qilamiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha bittadan like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsalaring obuna bo'lib qo'ying.